Salam ekran aldagi qadrli ko'ruvchilar. Tarım Navasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganlar Şinjan Ko'nak Pan Texnik Çekiliş şirketi Körgü Media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek içmek mulozimat çekiliş şirketi tajdorligidagi Tarım Navasi programmasi. Programımızın bu sanat təklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Aqsu viloyatlik Naqshul Ömkining davlatlik 3-darajalik artisti Ershad Tursun. Ershad, söhbətimiz başlashdan burun ekran oldidagi do'stlarimizga salmomingizni bir yo'llab o'tamsiz. Ekran oldidagi ko'ruvchilar, hammaning shu vaqti xayrli bo'lsin. Men Ershad Tursundan sizlarga o'tliq salom. Ershad, sizningki shu san'at sohasiga qadam qo'yishingizda oiladagilaringizningki ta'sir sababidan bo'lganmi yoki o'zingizningki shu qiziqish sababli shu sohaga qadam qo'yganmi? Endi uydagilarning ta'siri bor. Lekin bizning uyda mendan boshqa san'atkorlar yo'q. Lekin dadam gitarani yaxshi chala oladi. Dutani manchimi chaldi. Menga kichik vaqtimda dadam gitarani o'rgatgan. Opam naqshini yaxshi aytadi, bek san'atga bek qiziqdi. Lekin artist yo'q bizning uyda. Akamni gitarani yaxshi chaldi. Kichik vaqtimda akamning chog'ini ko'rib, shu bizniki qorona ichida pastda og'il do'stlar bilan birga chaladi. Shu vaqtimizda o'zim akamlarning chog'ini ko'rib qiziqib Amrax o'qibdi ekan. Shu kichigim tatib gitar chalib, dadam o'gitib qo'ydi, akam o'gitib qo'ydi. Shu vaqtimizda qiziqib qolgan san'atga. Ondan keyin cho'ng opam, sen mishta qiziqqandiki mishta sho'x tursa, buni sen maktabga bermay nima ish qilamiz dedi. Shunlar ma'qul deb uydagilarni qo'lladi. Aqsu san'at maktabiga 2004-yili shu o'qishga kirdim. 2008-yili bitirib, andilla Aqsu viloyatlik Ömekka kirib xizmat qildim. Ondan 2009-yili rasmiy idoraga kirgandan keyin bu jarayonda intayin tirishdim men. O'zimning kasbida bo'lsin, naqsh muzika bo'lsin, kichigimdan qiziqqandan keyin cho'ng kichikliklarda idorani o'rlashtirgan. Faoliyatlarda qiziqqandan keyin, mushtaq tirishchilik bo'lgandan keyin seni bir el deb nurg'unlagan Aqsu viloyatining qurbonlik kichikliklari bo'lsin, chag'allik kichikliklari bo'lsin, ayrim nomerlarni berdi. Undan sirt itot mayli kino film bo'lib qolsin, Şinjan Einsteinniki 2010-yil bir tatgan bir filmiga chiqqandim. Ondan shu har qanday qashta yaxshi fursatlar bo'lsa, idora rahbarligi qo'llab fursatlarni berdi. Ershad, ilgari men sizdan bir qancha naqshlaringizni anglab yiqitdim. Men uzun bo'ldi sizdan naqshlaringizni anglab vaqtimda ekranlardan tasbek ko'rinib ketmadingiz. Buningda xizmatdan aldirashlik sabablimi va yoki boshqa sabab bormi? Uningda boshqa sababmi yo'q. 2014-yili, 15-yili, 16-yillar men shu muzik ishlashni texnik mukammallashtirib o'zimni torlarga bechiq naqsh taqib ketmadim. 2017-yili kelgan vaqtimizda o'zimning torga naqshlarini taqatdim. Do'st birodarlarim shunday maqtab, yaxshi chiqibdi, u bu dedi. Uning yaxshi idoraning cho'ng kichikliklarda ko'rinib turdim. Ondan 2018-yili idora rahbarligining o'rlashtirishida 3 yil xizmatda Aqsuniki mana shu Aykul bozorga fanxuyji ashag berib xizmat qildim. U yerda xizmatlasam jafoli bo'lgandan keyin bir mezgil to'xtab qoldi ijodiyat ishlarim. Lekin shu yerdami endi naqsh yozishni to'xtatib qo'ymadim. Qaytib kelib idora rahbarligi mening san'atga bo'lgan qiziqishimni o'ylab, mana shuni o'qishga avatili deb oldi bilan Jo'jang muzika institutiga u yerga bilim oshirishga bordik. Bizning 10 necha xizmatdoshlar bilib bordik. U yerda turib kelgandan keyin idoradagi kichikliklar, idora xizmatlar bo'ldim. Sal oldirashib qoldi xizmat. Shu jarayonda naqshlarimni taqib qilolmadim. Lekin naqshlarim borda endi saqlab qo'yuqliq. Lekin ishdan tushsamlar uyga qilg'ashim shu. Muzik ishlayman, naqsh yozaman. O'zim bek kichigimdan qiziqqandan keyin. Ondan 2020-yili 5-oyda idora rahbarlarining yana qo'llashi ostida Beijingga drama ham kino rejissyorligida bir o'qishga kelib, idora rahbarligi bu fursatni menga berdi. Berib u yerda o'rganib keldim. Qaytib keldim uzun bo'lmadi. Kelib endi shu mezgilda ishkirdi ko'rganlarim, o'zimniki san'atga bo'lgan ko'z qarashlarim, bilimlarim burun qolganda oshdida endi ishkir to'g'andan keyin. Shunga men bu yangicha yaqin naqshlarni yaxshiroq bir narsani qilsam deb o'ylab qoldim. Ilgirimi sal mundaq qilib kelsim taqib etgan naqshlarim bor. Lekin endi cho'ng yelni ko'rgandan keyin sal o'ylab qolgan, qilgandan keyin yaxshi qildi deb shu sal bir mezgil to'xtab qoldim. Lekin naqshlarim patarda taqdim. Ershad, parangiz jarayonida sizning ishkir ulg'ayib berib, bilimingizga texnik mukammallashtirganlik to'g'riliq so'zlab o'tdingiz. Shunday yaxshi fursatlarni qo'lga keltirishda o'zingizning yordamiga tayindingizmi va yoki sizni shu parda qistirib qo'llayotganlar bormi? Albatta, mening bu qilayotgan kasbimni uydagilar qo'llaydi haqiqatan. Ondan idora rahbarliginingki qo'llashini olib qarg'il bo'lmaydi albatta. Idora rahbarligi, men idora kirgandan yoqsi, men nurg'ulg'an fursatlarni berdi haqiqatan. O'qishlarga jiq avatdi ishkir o'lkalarga. Hamma shuni intayin minnatdor. Ammo shu munosabatlar men shu idora rahbarligiga rahmat aytib olsam,
Bundan keyin idoraning xizmatlarida men texnik kuchimni chiqarib ishlayman. Bundan keyin mana Aqsuning san'at ishlariga, davlatimizning san'at ishlariga o'zimning bir kichik hissasini qo'shish uchun tirishaman. Ershad, söhbətimizin aytı ko'ngilli davomlashyapti. Söhbətimizin texmi ko'ngilli davomlashishi, kayfiyatimizin texmi yuqori pallaga chiqishi uchun naqshlaringizdan bir huzurlanib o'tsak qanday deysiz? Albatta bo'ldi. Xo'sh, ekran oldidagi do'stlar, Ershadning bizga olib kelgan sovg'asidan tang huzurlanaylik. Sana sen yürüsen bir haber nime azap bu bana bağrım taşken şu kadar buldum mecemse sana bilmeysen yar halimni kıldım bek bu veyranı ağlam sen ya cenimni hey 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 wow güzelim bilmedim sen gönüller nimelerni oynaysan söygünge zar kılıp niçin bana bak yolunu vermeysen varım bağışla canın aziz görgünümü bilmem sen tartınıp nazlanıp niçin yarım yüzü sanlı yoldaysan Saklaşta öter günüm uykusuz eter dünüm var sana eytar sözüm yolurga teşna bu gözüm mendek aşk bulamaz başka biri dünyada mendek seni söylemez köyüp pişki utunda hey 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 wow güzelim bilmedim sen gönüller nimelerini oynaysan söygünge zar kılıp niçin bana bak yolunu vermeysen varım bağışla canın aziz görgünümü bilmem sen tartınıp nazlanıp niçin yarım özü zanlı yoldaysan hey wow sen gönüller nimeleri oynaysan söygünge zar kılıp niçin bana bak yolunu vermeysen varımni bağışla candan aziz görgünümü bilmem sen tartınıp nazlanıp niçin yarım özü zanlı yoldaysan wow 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 güzelim bilmedim sen gönülden nimelerini oynaysan söygünge zar kılıp niçin bana bak yolunu vermeysen varımni bağışla candan aziz görgünümü bilmem sen tartınıp nazlanıp niçin yarım özü zanlı yoldaysan hey hey wow hey hey Ershad, to'limi güzel bo'lgan bir naqshni bizga olib kelibsiz. To'limi hozirlandik. Rahmat sizga. Rahmat. Sizlarga rahmat. Ershad, siz shu ishkil o'lkalarga berib o'qishdan burun shu san'at jihatga tushanchangiz yuzaki holatda bo'lgan bo'lsa, ishkil o'lkalarga berib o'qishdan keyin san'atga bo'lgan tushanchangiz yana bir baldoq o'rildi deb o'ylayman. To'g'ri. Undaq bo'lsa, shu ishkil o'lkalarga berib o'qib kelgandan keyin san'atga bo'lgan tushanchangizni bir so'zlab boqamsiz? Bo'ldi. Men o'qishga berishdan burun o'zim qiziqqandan keyin mashto'g'irliq to'g'rilarda bek material izlaydim ben. Meyli cho'lponlarning tarjimali bo'lsin, yangi chiqqan davlatimizda ishlangan oldin qatordagi kichiliklarni bo'lsin, izlab kirib turdim. Ondan bu ishkirga borgandan keyin rasmiy u ko'rgan bilan
haqiqiy berib o'z ko'zimizdan ko'rgan o'xshamaydi ekan. Ularniki dаңlıq muallimlarniki, dаңlıq rejissorlar, ishkir o'lkadagi Beijingdagi, cho'lponlarniki bevosita bizga dars o'tib, yaqin oraliqda turib mundaq o'tgan dars o'xshamaydi ekan. Endi albatta uyaga berib ta'sir qilgani hozir tilpullarda do'yin aslida ko'ramiz. Lekin mening his qilganim uli ishkir o'lkalarda biz nurg'un kechiliklarga kirdik. Tomoshabinlar shundaqchi bolalarni ota-onalari bil akirdigan haqiqiy kechilikka. Pastda tomoshabinlar o'tirdi ekan, ustida artistlar o'yin qo'ygandan keyin ko'z uchrashib, buning hissiyati boshqacha bo'ldi ekan. Biz telefonda yo ekranda boshqa yerda ko'rsak, bu hissiyat almashmaydi ekan. Shunga buloqatga e'tibor berdik ekan. Bolalarni tarbiyalashga, masalan, drama bo'lsin, kino bo'lsin yaxshi ishlangan. Bolalarni cho'qim akirdigan ota-onalar. Menga mashtaq ta'sir qildi endi. To'lim yaxshi so'zlab berdingiz. Sizningki bu gapingizdan biz buni belgilik tushunchaga ega bo'ldik. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Irshad, unaqa bo'lsa sizningki shu san'at jihatga keyingi planlaringiz, orzu-armonlaringizni bilib baqsaq bo'ladimi? Bo'ldi. Men kichigimda san'at qiziqqandan keyin men shu 17-18 yosh vaqtimni tortib kelgusi planimni bekitib olgan. O'zim o'tda qiziqqandan keyin mana shu san'at yo'lida mangsam, mana shu muzik ishlash, naqsh aytish, drama o'ynash, etot o'ynash, mayli idora xizmatga, san'atga doir mana shu xizmatni cho'qim yaxshi xizmatdan qaramay o'zimning qiziqishi bo'lgandan keyin jafoyaz qilmaydi ekan. Hozir burun shu 10 necha muzik ishlash jarayoni, naqsh o'rganish, sahnaga chiqish jarayon o'ylasam shunchalik intayin qiyinchilikda bo'pti ekan ba'zi ishlar. Qiyinchilikqa duch kelibdi ekan. O vaqtimizda qiziqqandan keyin bo'linmabdi ekan bu. Hozirda o'ylab baqsam ba'zi shundoq o'zim qurbonlik bergan yerlarim jiq san'at uchun. İşten düşməni görüb muzik işləyman. Bəzi dost birodarlarimni izlab bo'lmagan, xatlashib qolgan vaqtlarim bo'lib qoldi. Shu qiziqqandan keyin ba'zi og'aylarim to'g'ri tushandi. Yana yoqtodi, mana og'aylarimning orzularini qo'llaymiz u bu deb. Shunga men xush bo'ldim. Mash kasbni adaqchi epmaman, to'xtamay o'rganaman. Mash kasbda endi belgilik shu jamiyatga bo'lgan to'hpamni qo'sha olsam, texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirsam. Tomoshabinlarga yaxshi naqshlarni, san'at jihatga yaxshi numurlarni, mayli naqsh bo'lsin, muzika ijodiyat bo'lsin, etot idoralarni bizning idora rahbarlik o'rlashtirgan. Mayli san'at jihatga har qanday bir narsa bo'lsin, ijroat bilan ishlayman, mashkasini adaqchi etmoqman. Bo'ldi. Irshad, suhbatimiz to'liq ko'ngilli bo'ldi. Bizmi ham sizningki bundan keyingi san'at hayotingizdan texmi o'ngishliq, texmi g'albilik bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Sizlarga rahmat. Irshad, aldirashlik uchun vaqt chiqarib bizning programmamizga qatnashib berganingizni chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Bu shu Tarım Navasi programmasi qo'yilib ta hozirgacha shu ekran oldidagi do'stlarimizningki nihoyatda yaxshi bahosiga qo'llab-quvvatlashiga erishib kelyotdi. Eng oxirida sizdan so'rab baqsam, shu programmamiz qarta aslida qanday bir taklif fikrlaringiz, ko'ngil so'zlaringiz bor? Avval sizlarga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Nimishqa degan vaqtimizda men ilgari sizim dedingiz bir ikki naqshlaringizni anglab beqib ekanman deb. Undan keyin ozroq vaqt to'xtab qoldim, lekin tirishni qat'iy to'xtab qo'ymadim. Bu mezgilda shu mayli yezdi bo'lsin, mayli idorada xizmat qilgan vaqt bo'lsin, ishdan tushgan vaqt bo'lsin, men bir kunmi, bir soatmi san'atni o'ylamaygan vaqtim yo'q. Kech kunduz mashinanga vaqtimni sarf qildim desam bo'ldi. Mishtaq ijroat bilan ishlaganimni sizlar ko'rib, mishtaq tirishchiligimni ko'rib, mishtaq taklif qilib, meni ziyorat qilganlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Bo'ldi, sizning shu programmamizni qo'llab, programmamizga qatnashib berganligingizga chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Qadrli do'stlar, vaqt e'tibori bilan Tarım Navasi programmamizning bu alayda sonini shu yerda oxirlashish oldi turibdimiz. Ekran oldidagi to'rdoshlarimizning Tarım Navasi programmasini yoqtirib ko'rishni va shundaqla bizga yaxshi taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va endi shundaqla programmamiz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan do'stlarimizni chin dilimizdan qizg'in qarshi olamiz. Tarım Navasi programmamizning keyingi sonlari texmo rangdor, texmo sarxil. Men sizlarni Tarım Navasi programmasida saqlayman. Kelar sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.